Assalomu alaykum. Mening ismim Nasiba Burxonova. Bifree kompaniyasining partnyoriman va 6 oy davomida ishlab kelmoqdaman. Hozir men sizlarga Bifree kompaniyasining marketingi haqida aytib beraman. Kompaniya 2018-yil 21 avgustdan boshlab Amerikaning Delaware shtatida qonuniy registratsiyadan o'tgan, litsenziyaga ega va crowdfunding platformasi asosida ishlab kelmoqda. Kompaniya boshchisi rossiyalik o'ris ayol Anna Mixeyeva hisoblanadi. Bu kompaniyada kassa взаимопомощи, ya'ni 58 ta davlatdan odamlar bir-biriga yordam berib, birlashib ishlab kelmoqda va har bir odam bu yerda yaxshi natijalarga chiqib daromad qilib kelishi uchun o'ylab topilgan matrichniy proyekt hisoblanadi. Bu yerda единоразовый, ya'ni bir marta biznes o'rin sotib olishingiz kerak bo'ladi va ikkita odam taklif qilib solgan pulingizni qaytarib olasiz, keyin esa faqat daromad qilasiz, boshqa pul solmaysiz. Bifree kompaniyasi ikkita programmadan tashkil topgan bo'lib, birinchisi bu everyday, har kunlik pul, ya'ni har kunlik daromad degani, ikkinchisi esa bu avtohouse, mashina, uy sotib olish uchun juda yaxshi imkoniyat. Hozir men sizlarga everyday programmasi haqida tushuntirib o'taman. Mana siz birinchi marta $150 ga biznes o'rin sotib olmoqchi bo'lsangiz, $160 pul kiritishingiz kerak bo'ladi. Chunki $10 kompaniya kabinet xizmati va texpodдержка uchun bir yilda bir marta ushlab qoladi. Mana siz har doim o'zingizni matritsangizni boshida ko'rasiz. Bu daromad keltiruvchi stol 7 o'rindan iborat. Yuqoridan pastga, chapdan o'ngga qaray harakatlanamiz. Mana ortingizdan ikkita partnyor taklif qildingiz. Mana oxirgi joyimiz bu to'lov joylari hisoblanadi va bu yerga partnyor kelib tushishi bilan sizni shotingizga $150 pul kelib tushadi. E'tibor bering. Siz solgan $150 pulingizni ikkita odam taklif qilib qaytarib oldingiz. Kompaniyada sizni pullaringiz qolgani yo'q. Keyingi etaplarda faqat siz daromad qilib kelasiz. Endi mana bu to'lov joyingizga sizni mana chap yelkangizdagi turgan partnyor odam qo'yib ketishi mumkin yoki o'zingiz va sizga o'sha zahoti shotingizga $150 pul kelib tushadi. Ya'ni mana bu o'ng yelkangizni sizdan yuqorida turgan partnyor odam qo'yib ketishi mumkin, chunki buni to'lov joylari hisoblanadi yoki o'zingiz biz qarab o'tirmaymiz, kim odam qo'yib ketarkin deb tez-tez ishlab daromad qilib, stolimizni tez-tez yopishga harakat qilamiz. Keyingi mana to'lov joyingizga yana bir partnyor kelib o'rnalashi bilan sizni shotingizga yana $150 pul kelib tushadi. Va e'tibor bering, bu stolda siz $300 sof daromad qildingiz va $150 solgan pulingizni qaytarib oldingiz. Marhamat, xohlagan kartangizga 100% chiqazib olib ishlatishingiz mumkin. Bu sizni daromadingiz, kompaniya sizni pullaringizni ushlab qolmaydi. Oxirgi mana joyimiz reinvest joyi hisoblangani uchun bu yerga kelib tushgan partnyor puli sizga ko'rsatilmaydi. Buni o'rniga sistema sizga yangi $150 stol ochadi. Bu nima uchun qilinadi? Siz to'xtab qolmasdan bir stolda yana qaytadan davom ettirib ishlashingiz uchun va har bir aylanishda $450 dan daromad qilib kelishingiz uchun o'ylab topilgan. Mana siz yana o'zingizni matritsangizni boshida ko'rasiz. Ortingizdan partnyorlaringiz birin-ketin kelib o'rnalashadi va mana to'lov joylarimizni xohlagan ikkita joyga odam to'lishi bilan, misol mana bu yerga deylik, sizda bu yerda $150, $300 pul yig'ilib turadi, shotingizga berilmaydi. Nima uchun? Sistema qaraydi, sizda avtohouse programmasi ochiqmi $300 stol. Agar ochiq bo'lsa, buni sizga sistema o'sha zahoti shotingizga qaytarib beradi $300 qilib. Agar ochiq bo'lmasa, mana shuni hisobiga sizga avtohousedan $300 stol ochadi. Bu nima uchun qilinadi? Siz ikkita programmada ham daromad qilib ishlab kelishingiz uchun. Chunki bizda avtohouseda partnyorlar millionlab daromad qiladi. Qisqa vaqt ichida, 1 yil, 1,5 yil ichida o'ziga uy, mashina sotib oladi. Kreditlari bo'lsa, kreditlardan qutuladi. Sayohatlar qiladi. Siz ham shunday imkoniyatga ega bo'lishingiz uchun o'ylab topilgan. Keyingi mana o'ng yelkangizni sizdan yuqorida turgan odam yoki o'zingiz to'ldirib ketishingiz mumkin va mana bu to'lov joyingizga bir partnyor kelib o'rnalashi bilan sizni shotingizga yana $150 pul kelib tushadi. Va oxirgi mana joyimiz reinvest hisoblangani uchun buni
o'rniga sizga sistema yana yangidan $150 stol ochadi va siz keyingi 3, 4, 5 va hokazo stollarni har birida siz $450 daromad qilib kelasiz har bir sikl aylanasida. Siz bu kompaniyaga ko'p odam taklif qilishingiz kerak emas. 2 aktiv partnyor taklif qilsangiz, o'shani o'zi bilan ham Everydayda, ham Avtohouseda birgalashib daromad qilib katta natijalarga chiqishingiz mumkin. Sizlar e'tiboringizlar uchun katta rahmat. Sizlarning hammalaringga men omad tilab qolaman. Sog' bo'linglar.